Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, bundan oldingi videoda o'zbekistonlik UFC jangchimiz Nursulton Ro'ziboyev MMA jangchilari, ya'ni Gold, Abdumalik, Satoran, Taysonga o'xshagan media bayislarga bergan maslahatlarini havola etgandi. Menda esa hozir Nursulton Ro'ziboyevning gaplariga Gold javob bergan. Avval Nursulton Ro'ziboyevning gaplarini eshitmaganlar uchun yana bir bor aytib o'taman. Nursulton Ro'ziboyevning gaplari: bu maskarabozliklarni kulib qarab turganlar ertaga oilangizdan, aka-ukangizdan, yaqinlaringizdan shunaqa dalbayoblar chiqsa, dardinglarni ichinglarga yutib yurasizlar. Nima sababdan MMA federatsiyasi jim turibdi, tushunmadim. 4ta 5ta to'nkalarda og'zini yopish kerak. Yoshlar shu to'nkalarda ko'rib nima bo'ladi? Shularni ko'rib hali yana ko'paysa hayron bo'lmaymiz. Zamon eshaklarniki bo'lib qolganining sababi qafas bizni qo'rqitib turganini eshaklar juda yaxshi tushunib qolishdi. Yaxshi e'tibor bergan bo'lsanglar, Oktagon liga jang ber deb baqirib chiqayotganlar dalbayoblar 20 ta 30 taga yaqin trenirovka qilib to'g'ri jang olsa bo'ladi, dalbayoblar deya fikr bildirgan hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev. Ayni damda esa Gold hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning gaplariga qisman javob berdi. Hozir do'stlar, Goldning gaplarini to'liq eshittiraman. Men kulollik qilmayman. Menga ishonch beryapsizlar, menga prosmotr beryapsizlar. Tushunabsizlarmi? Soatga hali O'zbekistonda biroz sportsmenlarniki yoki soatga 1 million bo'lmaydi axvat. Menga shuncha narsa 1 million beryapsizlarmi? Axvat beryapsizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Men bor yo'q deyman. Agar birontaning gapi bo'lsa menga gapirayotgan, menga aloqaga chiqinglar, o'zimga chiqinglar, men sizlar bilan gaplasha olaman. Professional jangchi bo'lasizlarmi? Reketlar ko'p bo'ladimi? Qaysi liga urush qilishdan qat'iy nazar. Agar gaplaringiz bo'lsa, glazma-glaz gaplasha olamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. U kimgadir aytib, nimadir gap qilayotgan shartlar shart emas. Men bor yo'q deyotgan bo'laman. Menga ishonch bergansizlar O'zbekiston, menga motivatsiya bergansizlar, men harakat qilishim kerak, uni oqlashim kerak. Agar men aytib qo'yaman, agar kimnidir gapi bo'lsa menga telefon qilinglar, glazma-glaz gaplashib olamiz, butunlay bezni gaplashib olamiz. Men unaqa bir nebla gadarning bola emasman. Bor yo'q deyman. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Kuch-quvvat berib, motivatsiya berayotganlar uchun rahmat hammalaringizga. Inshaalloh ishonchlar. O'sha kun bir sal ranjidim, Qozog'istonliklarni matqiyasi qo'yilibdi, Qozog'istonliklar xur qilib gapirib, baqirib aytibdi-da. Shuni o'zini bolasi chiqibdi, Qozog'istondan kelgan 2000 ta odam borki, bilet qancha bo'lsa ham sotib olib kiribdi. Qozog'istonliklar matqiyasi qo'yilibdi, xur qilib aytishyapti. O'zbekistonliklar matqiyasi 15 minutdan keyin topisha olmayapti. Lekin menga ringga kirib borayotgan paytim birinchi masalan qanaqadir pullar yo'q, qanaqadir prosmotrda o'ylaganim yo'q. Bizga O'zbekistonga ishonchi beryapti. Men birinchi ishonchi orini o'ylab chiqdim-da. O'sha vaqtini o'ziga bir qanaqadir Alloh kuch-quvvat berib qo'yib, qanaqa nima qilayotganimni bilmasa o'zi kirib bordim-da, yorib. Shuning uchun men birinchi mujiklar, birinchi sportsmenni psixologik trenovkasi bu motivatsiya. O'zbekiston ko'rgan payt hali siz yutasiz, hali gap bo'lishi mumkin emas degan gapi bu katta narsa deb o'ylayman. Shuning uchun O'zbekiston, inshaalloh sizlar duo qilinglar, onaxonni duo qilinglar. Men sizlarga isbotlab ko'rsataman, Xudo xolasa bu narsani. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Qadrli do'stlar, bu bugunning o'zida chiqayotgan kanalimizdagi ikkinchi video bo'ldi. Albatta kanaldagi aktivlik uchun videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eng tezkor xabarlar faqatgina bizning kanalda chiqadi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.